3 minus x qo'yamiz. Ko'rdingmi? Birinchi ketma-ketlikda uglerod bilan vodorod aytilgan, birinchi uglerod aytilganmi? Keyin vodorod nisbati 1 ga 1.1. Ko'rdingmi? Ketdi, uglerodlar yozamiz. 6x ga 6x. Buning uglerodini yozamiz. 1.8 minus 6x. Qayerdan kelgan bildingmi? 6 0 ga 6 7 ku bu aytmoqchi. To'xta. 2 1. 2 1 keyin 7x minusda. Tushunarlimi? Bu uglerodlar, endi vodorodlarni yozaman. 6x plus 8 2.4 minus 8x. Tepani ixchamlaymiz. 2.1 minus x. Maftun shu qoladi. Pastdan esa 2.4 minus 2x qoladi. Ko'paytiramiz endi. 2.1 da 1.1 ga ko'paytirib beringlar. 2.31 minus 1.1 x teng 2.4 minus 2x. Ko'rdingmi? Xo'p, 0.9 x qolar ekan. 2 bu yoqda 1.1 da ayriladi-da, bu yoqqa plus o'tgan ekan. Xo'p, 2.4 dan 0.31 bo'lsa 0.09 qolar ekan. X ning qiymati 0.1 bo'lar ekan. X ning qiymati necha bo'lar ekan? Benzol 0.1 mol, tolol 0.2 mol. Ikkalarini karbon tangdir olaman. Benzoldan olaman 6 ta karbon tangidrik 0.1dan 0.6 chiqadi. Ko'rdingmi? Xo'p, tolol S6H5 SH3 ondan 7 ta karbon tangdir chiqadi. Bu 0.2 bo'lsa 1 7 1.4 bo'ladi. Jami 2 mol karbon tangdir chiqar ekan. Ishqor qaysi ishqor edi? Kaliy gidroksid. Endi eshitmoqda. Kaliy gidroksid bilan karbon tangdir kirishganda qanday tuz hosil bo'lishini bilmaysan-ku. Karbon tangdir necha gram, necha ishqor, necha gram, necha foiz? 420 gram. 420 0.4 bo'lingan 56. Bir danaga molni topib. 3 mol ekan, Maftun. Mol nisbati 3 ga 2 mi qizim? 3 ga 2 nisbatda tenglashtirib qo'yasan. Tushundingmi? 3 ga 2 nisbatda tenglashtirib, demak senda bu yerda 2 ta tuz ham bor. Bitta tuz bilan 3 ga 2 ni tenglashtira olmaysan. Tushundingmi? Bu yerda ham o'rta olasan, ham nordan olasan. Mana. O'z tras tenglashib qoladi bir danaga. 3 2. Ko'rdingmi? Nimani so'rayapti sen? Tuzni massasini so'rayapti. Tuzlar massasini topamiz endi biz. 238 bilan. Qaysi bilan ishlashingning farqi yo'q. Mana 138, mana 100, 238. Massa ham 238. Shunday javob bormi? Suv bularni o'zing yozib olasan. Bilami? Tayyor.